Assalomu alaykum, yaxshi kayfiyat muxlislari. O'zbekiston telekanalining sadoqatli fidoi tomoshabinlari. Mana yana yaxshi kayfiyat ko'rsatuvi orqali xonadoningiz to'rida siz bilan diydordamiz. Men albatta yanglishayotgan bo'lishim mumkin, lekin o'ylashimcha biz bilan ko'rishib turganingizdan xursandsiz. Chunki biz ham siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Biz kelgusi daqiqalarda sizlarga baholi qudrat yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Bu bitta o'zi qanday qilib yaxshi kayfiyat ulashar ekan deyotgan bo'lsanglar xato qilasizlar. Chunki men bitta o'zim emas, biz bir guruhmiz. Qarshingizda yer sharini zabt etgan afsonaviy Yalla ansamblining sozandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Javlon To'xtayev biz bilan birga boshlovchilik qiladilar. Qarsayda studiyaga balandroq bergan, xo'pmi? Kayfiyat ko'tariladi. Berchi bitta? Balandroq. O Javlonga xush kelibsiz. Rahmat. Endi siz bilan mana shu ko'rsatuvni birga olib boramiz. Xudo xohlasa. Radioda o'ziga xos boshlovchilik qiladigan ukalarimizdan Qodirbek Usmonov. Rahmat. Qodirbek xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni Oynai jahon orqali mana shu telekanal orqali kuzatayotgan hammaga biz mana shu ko'rsatuvni nomi kabi chiroyli kayfiyat tilaymiz. Teatr aktyori, ajoyib ijodkor, taqlidchi, qo'shiqchi, hozirgi kunda rejissura bilan shug'ullanayotgan ukamiz Nurbek Mamatov. Rahmat sog'lom, rahmat. Rahmat. Nurbek, Rahmat. Javlon aka, Labbi. bitta odamga shuncha kasb ko'plik qilmasmikin? Odam talant bergandan keyin har tomon nima beradi? Rahmat. Men baribir o'ylayman-da. Haligi ham aktyor, ham qiziqchi, ham taqlidchi, ham shu bilan teatrda ishlaydi, yana sahnalashtirishlar bilan shug'ullanyapti. Bu hammasi uyga sig'yaptimi Nurbek? Maqtavingiz uchun alohida rahmat. To'lqin Tojiyev. Endi bu to'rttalari o'tirib olib nima qilar ekan deysizmi? Kayfiyat uchun biz choy, kofe ulashib, sizlarga kayfiyatingizni ko'tarishda xizmat qilamiz. Choy, kofeni qayerdan olishadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unga marhamat, bizni mini barimiz ishlab turibdi. Unda ham sozanda, Yashay. Assalomu alaykum. ham xonanda, ham boshlovchi. Bunga ham ko'plik qiladi-ku bunaqa kasblar. Ustazoda Kamoliddin Muhiddinov bizga choy, kofe ta'minlashda xizmat qiladi. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Oynai jahon qarshisida o'tirgan barcha insonlar, o'tirganlar, yurganlar, turganlar, qayerda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, o'sha ekranni o'zingizga moslab qo'ying. Bugun choyxonachilikni ham hozir zamonaviy tilda qilib aytganda, qahvani ham o'zimga ishonib topshirishdi. Buni sababi bitta. O'sha yigit kishiga 70 hunar oz deydi. Shuning uchun Soljon aka, nima tilaysiz bizdan bu yoqda? Endi baholi qudrat bir piyola choydan boshlasa, keyin u yog'ini ko'ramiz. Zo'r bo'ladi. Bitta cho'liroq degan qahva bor, shundan dam. Ana shundan bo'lsin, ana shundan bo'lsin. Javlon aka, Labbi. san'at olamida nima gaplar? San'at olamida yaxshilik. Soljon aka, san'at olamida nima gap dedingizmi? Hozir hammani og'zida bir gap. Yaqinda prezidentimiz san'at, madaniyat, adabiyot vakillari, ustozlarni, bir qancha yoshlarni yig'ib mukofotladilar. Hozir hamma shuni gapiryapti. Rostdan ham bu tadbir soha vakillariga berilgan e'tiborning zo'r namunasi bo'ldi. Javlon aka, bu san'atkorlarga endi kasbga bo'lgan muhabbatni yanada oshiradi-da bu holat. Yaxshi kunlarda yashayapmiz. Shuncha e'tibor bizga, shuncha hurmat. Ha, yaqinda Farruh akamni mana yubileylari juda chiroyli tarzda o'tkazildi. Prezidentimiz ham o'zlari bizga mukofot berib, Ha, endi bu tomon davlatli odamlarga rahmat. albatta. Umuman san'at bee'tibor qolmayapti. Qolmayapti. Umuman hozir men bilishimcha hech narsa e'tiborsiz qolmayapti. Albatta. Hamma xizmat. Shunisiga shukr va katta rahmat. Albatta. Qodirbek, kayfiyat endi albatta musiqa bilan-da. Albatta, Shuning kayfiyat uchun musiqa bilan. biz Nurbekni asl qirralarini ochmasdan turib, undan bitta qo'shiq eshitsak. Yaxshi bo'lar. Sozandalar marhamat, kelib olinglar.
Muzaffar Murod, marhamat ko'ringlar. Joylarni egallanglar. Zo'r sozanda tomon hozirgi zamonamizning zo'r sozandalari otlanishdilar. Albatta. Yashasin. Javlon akamga o'xshab yurishsin. Rahmat. Nurbek bitta chiroylisidan Mayli. Nurbek o'zi nuqul mana shunaqa so'rashganiga guvoh bo'laman. Bitta chiroylisidan bo'lsin deyshadi. O'zi xunugi ham bo'ladimi qo'shig'i? Yo'q. Xunuga qachon bo'ladiki? o'xshamay qolsa. O'xshamay qolsa. Ijrochisiga qarab bo'lsa kerak. Aqlimiz, salohiyatimiz yetgunga qadar shu davrada bugun xizmat qilishga harakat qilamiz, Albatta. Soljon aka. Bu yerda chunki ajoyib ustoz, bizni xalqimizni faxrli san'atkorlardan bizning ustozimiz Javlon To'xtayev o'tiribdilar. Rahmat. Ustoz, men juda ham xursandman, ham hayajondaman. Bu yerda ajoyib boshlovchilar, radio boshlovchilar, tele boshlovchilar o'tiribdi. Xudo menga kuch-quvvat bergin bugun. O'sha Kamoliddinni aytmoqchi, hammasi chiroyli bo'lsa, o'shalarning ichida eng chiroylisidan eshitaylik bitta. Marhamat. Yol bulsun yol bulsun bosgan izlaringiz kul bulsun bosgan izlaringiz kul bulsun ol meni nazikligidin Kurnar durdanası ol meni nazikligidin Kurnar durdanası Bargiga şebnem tushdi Voy men uning divanasi Voy men uning divanasi Ketdisen Qashqar ketay Yo'llarda yalg'izlik yomon Yolg'izlikdan kim o'libdir ey Hammadan hicron yomon Hammadan hicron yomon Ketishingni bilsam edi kuzatib qo'ymasmidim Ketmon olib yo'llaringni hey tuzatib qo'ymasmidim Ketmon olib yo'llaringni hey tuzatib qo'ymasmidim Yo'l bo'lsin ey
yo'l bo'lsin ey bosgan izlaringiz ey gul bo'lsin ey umringlar uzoq bo'lsin bosgan qadaminglar gul bo'lsin rahmat Boshlanishi bu. Yaxshi. Rahmat. Zo'r Endi boshlandi Soljon aka. Zo'r boshlandi. Bitta narsada hozir bitta shuni eshitib, ashulani eshitib, hamma ijro zamonlari esga tushdi. Misol uchun Yalla ansambli ham ijro etgan buni. Muhriddin Xoliqov ijro etgan, Sanobar Karimov ijro etgan. Va albatta hozirgi zamonda ko'plab ijrochilarimiz ijro etishadi. Xuddi haligi ko'rsatuvga chiqib, yo'l bo'lsin desa, shu sizni kayfiyatingizga qarab ketyapmiz degandek bo'ldi. Nima dedingiz Soljon aka? To'g'ri. Hozir men bitta narsani esimga keldi. Hozir rejissyorlar bormidi? Mabodo Yalla ansamblining papurisi bor edi. Mana shu ekranda qo'yib bera olasizlarmi? Zokirjon. Men Javlon akamga bir o'zimni qiziqishlarimni so'ramoqchi edim. Hozir biz kechagidek esimizda bor bu kliplar tayyorlangan. Men Javlon akamdan so'ramoqchi edimda. Javlon aka necha yil bo'ldi mana shunga? 45 yildan oshyapti hozir, xudo xohlasa. 45 yil. Men 55 ga kirgan bo'lsam, 10 yoshlarligimda ko'rganman. 82-83 mi deyay boshqa. O'shanda har bittalarini qirraylar ochilganda men doim o'ylardim. Shu Yalla ansamblini sahnalashtirishlari bor-ku. O'sha sahnalashtirish sahnalarni kim yaratardi? Bu yerda unaqa nima deydi? Atilabdan o'tirib sahnalashtiradigan niyat yo'qdi o'zi. Nega desangiz, o'sha mana shu o'zimizni yurishtirishimiz edi bu. O'sha paytda endi yoshimiz bizaniki Farruh kamiki 35 bo'lsa, bizaniki 25. Hamma o'zimizni ko'chada aytadigan ashulalar, bu yerda xalqda hamma kichkinalikdan biladigan ashulalar. O'shani hammasini olib biz sekin yaratganmiz. O'zi bir-birimiz bilan grimyorniy o'tbotlarda hammamiz hazillashib yurgan narsalar bular. Hammasi. Buni keyin sal joyiga tushuntirib programma qo'yganimizda qilpillamani Farruh kam o'ylab topganda. Ha. Keyin ancha mani u yoq bu yoqdan o'rab ugovaryoz qilishganman, men kampir bo'lmayman deb. Yo'q bo'lasan deb u yoqdan bu yoqdan kelishyapti. Keyin oxiri Moskvadan bitta rejissyor kelgan, Mark Razovskiy. U endi katta rejissyor, o'sha paytlar manbaqa rock operalar endi tushayotgan payti bitta ikkitasini qo'ygan, Orfey Evridikani yanishmasam qo'ygan. O'sha kelib u ham qo'shildi-da bizga. Qo'shildi, qilpillamaga yonib ketdi u. Keyin o'sha kampir bo'lganimni hazillashib ko'rsatyotgandik. Ha, mana shundoq bo'ladi deb, keyin uni sahnaga olib chiqib, o'tbotlarini rejissyor tomonidan to'g'ri qilib qo'yib berganda, shu bilan nomer bo'lib ketgan. Bu paytda biz hali qilpillamani yanishmasam, nomeri bor edi. Bor edi bu yerda bu paytda. Konsertlarda aytib yurardik, ashula. Butun qilpillama o'zi bor edi, ha. Shu bor edi. Eshitardik. Endi buni nima desam bo'ladi? Paranjiga o'xshagan narsani o'zimga taqib, Uni ham ko'rganmiz. yuzimni burishtirib kampir qilardim deyman. Qancha iloji bo'lsa kampir qilib. Shuni qilganimizda bir-birimizdan kulishib qilardi o'zi. Ancha yillardan keyin Rustam Amerikada o'zi 12 yil, 15 yil Amerikada yurdi. Bizda gastrol bo'lib qoldi 19-yili. Bordik, Amerikaga borsak, zol endi to'la, hamma so'rab yotib qilpillamani qilib berib, Rustam o'sha yerda edi. Mayli eslaylik, Rustam chiqdi-da, yana bir marta qilpillamani ko'rsatamiz deb turdik. Paranji nima o'zimga taqimdim-da, Rustam bilan zoldan undoq xayolda o'zida, men Rustamga aytayman, Rustam basharamizni o'zi burishtirmasa o'zi ham bo'ladi. O'zi burishib qolgan. O'zi burishib bo'lganmiz. Bo'ldi, Qodir, klip ketayotgan paytda nimadir ishora qilding, tushunmay qoldim.
Nima bo'ldi? Bizda hozir o'ylab qarasam, studiyaga qarayapman, hamma boshlovchilar yigitlar, erkaklardan iborat ekan. Hozir bizlarga oldimizga, aynan bizning oldimizga hozir bir o'zlari mehmon sifatida bir inson tashrif buyurganlar, ajoyib ijodkor. O'ylaymanki, ayol kishi bo'lsa davrada baribir boshqacha bo'ladi. Suhbatlar ham va hazillar ham yopsa kerak. Nahotki. Xo'p, Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali g'olibasi, Nihol davlat mukofoti sovrindori Gulzoda Xudoynazarovani taklif qilamiz. Marhamat. Gulzodaxon marhamat. Marhamat. Gulzodaxon yaxshimisiz? Keling o'tiring. Javlarga ham oldik. Keling chiqing. Keling. Keling. Bu yerda ham joyini berardim-u, rejissyor mana shu yerda o'tirasiz deb qo'ygan. O'shaning uchun bera olmadim. Rahmat. Buncha chiroyli bu studiya. Mana boshlovchi qilib oling. Bizni aytyapsizmi degandim. Kamoliddin, Nurbek. Aka Kamoliddin, yaxshimisiz? Sizni kelishingiz bilan mana undan ham chiroy qo'shildi mana studiyaga. Albatta, rahmat. Boshlovchilikka da'vogarlik bo'lyapti. Gulzodani juda zo'r Shu tajribasi dasturni- bor. Shu yaxshi kayfiyat dasturiga Gulzoda bo'ldi, siz tasdiqlandingiz. Tasdiqlandingiz. Qani marhamat, bo'lmasam nimadan boshlanadi? Kim rozi deydi-yu. Nimadan boshlanadi? Nurbek nimadir demoqchidan og'iz Endi men ham ashaddiy muxlislariman Gulzodaxonni shu Obodim yor degan bir ashulalar bor-da. Yaxshi, rahmat. Obodim yor. O'zim ham shu qo'shiqni muxlisiman. Zo'r bo'lardi. ozgina Gulzoda tarixiga to'xtalsangiz. Bu buyuklar bilan aloqador qo'shiq, to'g'rimi? Obodimyor Farida Afroz so'zlari bundan ko'pchilikni xabari bor. Bu qo'shiqni sevib tinglaydiganlar so'zlarini, ixlosmandlarni albatta xabari bor. Farida Afroz qalamlariga mansub va o'zini kuyini o'zagi, suyagi bilan, ya'ni shoir tomonidan xirgoyi bilan tug'ilgan qo'shiq va bu qo'shiqqa klip olish uchun ancha payt izlanganmiz, adashmasam 5-6 oy izlanganmiz. Zulfiya xonim va Hamid Olimjonning real hayotlaridan bo'lib o'tgan voqealar asosidagi real hayotlaridan klip olingan va bunda bir qancha insonlarning mehnati, hissasi bor va men o'ylaymanki, masalan, qo'shiqni o'zi bir 50% xalqni qalbiga kirib borgan bo'lsa, 50-60%ni klip yana ham xalqimizni qalbiga kirgizib bordi deb o'ylayman, chunki o'zini kasbini ustalari bo'lgan professional aktyor va aktrisalarimiz tomonidan maromiga yetkazib klip ijro etilgan bu rollar. Juda xursandman. Bu qo'shig'imiz ozgina bo'lsa ham Biz ham xursandmiz. Siz bu ko'rsatuvda mehmon emas, boshlovchiligingizni esdan chiqarmangda, tomoshabinga yana nimadir berishingiz kerak. To'xtang, hozir mehmon obrazidaman. Ha, yo'q, siz uje mezbon bo'ldingiz, chunki tasdiqdan o'tdingiz. Hozir endi bir narsa o'ylab turginsan. Bu men endi hali nimadan tashqarida u singlim, o'shanga hozir efirda sizlayapman xolos. Bir narsa o'ylab turgin. Demak, Javlon aka, qarshiliklar bo'lmasa, talablarga binoan shaxsan Nurbekning iltimosiga binoan Obodim yor qo'shig'ini Gulzoda Xudoynazarova ijrosida eshitamizmi? Albatta. Marhamat. Chaqirsayding kelmasmidim yor, sening uchun o'lmasmidim yor. Chaqirsayding kelmasmidim yor, sening uchun o'lmasmidim yor. Dunyoni ters qurmasmidim yor, oromim yor, obodim yor, oftobim yor. Dunyoni ters qurmasmidim yor, oromim yor, obodim
kelmasmidim yor. Rahmat, yashasın. Shu qo'shiqni oxirigacha eshitaman de har doim. Qodirda hali aytgan gapi esimda. Javlon akamga bir ikki Bor, savollarim bor. Savollar bor. Har bir inson yashar ekan, o'zini hayotida bir qiziqarli lahzasi bo'ladi-da. Kimnidir bolaligi juda ham qiziq bo'ladi. Kimnidir mana ustoz Javlon To'xtayev o'sha galla bilan oho, ne joylarni ko'rmagansizlar. Men boya efir boshlanishidan oldin aytayotgandim, o'sha hozir monitorda chiqqan o'sha klipni men ko'rganimda 3 yosh ekanman. 3 yosh bo'lgan ekanman. O'shanda qanaqadir bir kumir paydo bo'lganda, adamiz kelib o'sha televizorni qo'yganlarda, boya esladik-ku, haligi teleskopli katta, orqasi katta televizor bo'lardi. O'sha jarayonlar odamning esiga tushdi. Xullas, savol shunday iboratki, hayotingizni eng unutilmas lahzasini 30 soniyaga joylashingiz kerak bo'lsa, Javlon aka o'zingiz boshlab bersangiz-da, qaysi o'sha hayotingizni bir qismini olib joylagan bo'lardingiz? Savolingiz bir tomondan bironta mana shunaqa voqeani eslasam bo'ladi, lekin boshqa tomondan savolingiz juda jiddiy bo'lib chiqdi. Yo'q, endi o'sha yengillik tomoni hozir shunda. hayotimdagi qanaqa narsalarni o'ylashim mumkin esimga kelyapti. Endi hozir qilpillama to'g'risida gaplashdik-ku. Qilpillama to'g'risida ham bitta qiziq voqea bor, endi agar qiziq bo'lsa. Ha. Endi hozir aytaman 90-95-yil Olmaotada konsertimizga ketyapti. Tinmasdan 3 oyda kunida 5 ta 6 ta konsert. Oddiy kuni yo'q. Shu bilan konsertdan keyin endi baribir bironta maishat bo'ladi. Shu bilan kech kelasiz, ertalab konsert utriniga o'xshab pionerskiy o'shanga boshlanadi. Shu bilan har kuni shunaqa yoshlikda odam chidayverar ekan. Hozir hayron qolaman, qanaqa qilib chidaganmiz o'sha paytda. Shu bilan ertalab soat 11 da konsert bo'lish kerak, men uxlab qolganman. Nomerda Olmaotada gostinitsa shunda, mehmonxona shunda anaqa zalni yonida-da. Eshikni endi do'pirlatishyapti, men hech narsani eshitdim. Oxiri uyg'onib qoldim-ku. Qarasam soat 11 konsert boshlanib bo'lgan. Administratorlik ikkitasi kelib, meni shunda ko'tarib olib chiqib ketdi-da. Olib chiqib ketishdi, borib kiyimimni kiyib shunda chiqsam, sahna yopildi. Hamma bola mana qilib forig' kam, hammaligi turishibdi meni mana qilib poylab. Ochilsa boshlanadi konsert. Men turdim, konsert boshlandi. Shu ketdi endi konsert. O'rtasiga borib qilpillama boshlandi. Qilpillamada men endi kampir bo'lib, Rustamni o'zimga olib, hadarib olishim kerak edi. Hadarib olganimda bitta oyog'imga qo'yib, bu yoqdan Alisher mikrofonga xuddi o'pishgandek turadi. Men uni o'tda qiynayotgandek bo'laman. Rustam oyoqlar o'sha paytda bitta ikkita gapimiz bilan Rustam bilan gaplashib olamiz konsert paytidaligi. Men aytayapman, Rustam, hozir uyg'ondim dedim. Undan oldin nima bo'lgan, hech narsani bilmayman. Qanaqa bo'lganini, avtomat bo'lib ketganda konsert. Agar qiziq bo'lsa, mana shunaqa voqea. O'rtasida uyg'onib, keyin qilpillamadan keyin qarasam, konsert, mana atrofda odamlar bo'ldi, boshlandi deb, yana bitta 4 ta konsert qilyapti. Solijon aka, bitta gapda mana hozir Qodirning gapida o'sha 30 soniyalik degan joyida bitta narsa. Chunki meni ham faoliyatimga, sahnaga chiqqanimga yaqinda 30 yil bo'ladi. O'sha 30 yilda men bir kun Yalla ansambli bilan ishlaganman. Bir kun. Aslida 2 kundan iborat. Hayotingda eng baxtli kun bo'lgan. Yo'q, eshitib turing, mana shuni qarang. Hozir Javlon akam aytdilar-ku, hammasi jiddiy bo'lib ketdi-yu. Bizda hozir biror bir shu kulgili, tabassumli narsani gapirib bersak, tomoshabin odatda bularni hayoti shunaqa xursandchilik va quvonchdan iborat deb o'ylaydi. Aslida o'sha holatda Javlon To'xtayev o'rnida bo'lish azob bo'lgan. Azob va o'sha bir kunlik ishda nima demoqchiman, Solijon aka? Katta chamadon kirdi tadbirga. U Yalla ansamblini haligi chiroyli liboslari o'sha chamadonda ekan. Bilasizmi, nima lol qoldirdi? Mana. Abbos akam borlar, Javlon akam borlar. Bu hozir Farruh Zokirov 80 ga kirdilar deymiz, Javlon akamgilar 70 dan oshishadi. Misol uchun-da 50 yillik, yarim asrdan oshiq faoliyatga ega insonlar o'sha yerda qarab turdim o'sha joyda.
bitta Farruh akaga olib o'sha libosni kiydirib qo'yishdi. Yalla ansamblining qolgan hamma vakili o'zi olib kiydi kiyimini. Ya'ni hech kim ularga yordam bergani yoki ular hech kimga qarab qolishgan joyligi yo'q. Men nima demoqchiman? Hozir shunaqa sozandalarni ko'ramiz. Mana Nurbek cholg'u chaladigan, anta sozandalar o'tiribdi. O'zini cholg'usini ko'tarishga uyaladigan, tortinadiganlari bor. O'zini cholg'usini va faqat o'sha xursandchilik, yaxshi tomonini olavermasdan biz O'zbekiston telekanalida ekanligimizni unutmasdan bizda shunaqa gaplar, shunaqa ta'riflar bo'ladi. Yalla ansambli bekorga yalla bo'lib qolmaganda. Endi bitta narsani aytish kerak. Unchalik jabuli qiynalibdi, shunda jabr ko'ribdi emas. Nega desangiz, xalqning sevgisi, odamlarning munosabati, agar sahnaga chiqib bir marta, hatto 2 minut, 3 minut shuni sezsangiz, hamma charchoqni olib tashlaydi bu narsa. O'shaning uchun ham Farruh ham mana Xudoga ming qadri shukr 80 ko'rinishlari ham zo'r, sahnaga chiqsalar o'zgaradilar. Men Botir akamni o'zgarganlarini ko'rganman. Oxirgi 7 yil birga ishlaganmiz edi. O'shaning uchun Botir akamdan hayron bo'lgan edim. Hozir Farruh ham уже shu darajaga degan ham oshdilar. Nega desangiz, Botir akam 48 edi ketganlarida. Sizlar ham zarracha o'zgarmagansizlar. Voy, ayollar shunaqa deb tursa, bo'ldi, hech narsa kerak emas. Shunda poylab turibsiz yoningizga O'rishcha o'tirdim. aytganda, жизнь udalasi. Ana mikrofon ishlayapti. Men sozandalarimizdan Muzaffarbekka beraman. Javlon akamga savoli bor ekan. Yalla ansambli deganda yoniga bitta so'z qo'shiladi. Afsonaviy yalla ansambli deyiladi. Hozirgi davrga qaraganda, hozir mana estrada rivojlandi. Hozirgi estrada san'atidan yalla ansambli 40 yil oldinda yurgan. Estrada san'atini qiroli bu xohlasak, xohlamasak bu yalla ansambli. Albatta Botir Zokirovdan keyin, Botir Zokirovdan kelib chiqqanda bu ansambl. O'sha paytda bu janr yangilik bo'lganda mana ko'rdik. O'sha hali qilpillama jonginam yoki yomg'ir yog'olar yam-yashil o'tlar. O'sha qo'shiqlarda yangicha jilo berishda o'zingizlarda qanaqa bir nima deydi? Bir his tuyg'u qanaqa bo'lgan o'sha paytda? Chunki u paytda endi lirik qo'shiqlar shu o'zbek san'atida lirik san'at bo'lganda u paytda. Hali estradani bir urib chiqadigan davr bo'lmagan. Sizlarda shunaqa qanaqa bir his tuyg'u bo'lgan shu milliy qo'shiqlar, estrada, hozir cover deymizmi, nima deymiz? Men savolingizni tushundim. Hozirga bitta narsani tan olish kerak-da. O'zbek san'atidan yalla ansambli 40 yil oldinda yuradi. Hozir ham shunaqa. Hozir ham shunaqa. Hammanglar bilasizlar, estrada deganda baribir bizni chet el estradasidan shu yoqqa keta olmaymiz. Nega desanglar, u yerda rivojlangan bu narsa. O'shaning uchun men har gal aytardim. Biz endi hammamizni yallada Farruh akamning oldiga kelganimizda o'shanda yalla 4 mi 5 yil bor edi. Biz chet elning muzikasini yaxshi bilardik. Hammamiz. O'shaning uchun men hozir yoshlarga ham mana qancha hayotda oldimga kelib ko'p savol berishadi. Men har gal aytaman, yallani eshitish kerak emas deyman. Bizda masalan san'atkorlarga yallani eshitadigan narsasini eshitish kerak deyman. Nega desangiz, kuchli muzikantlar estradada juda ko'p. Bir tomondan bizani milliy o'zimizani maqomchilik bor, juda jiddiy musiqalarimiz bor. Ularni darg'a deydi, nima deydi? Olamda eng kuchli muzikalardan yanishmasam shu biri, agar даже birinchi o'rinda bo'lmasa, shunchalik zo'r. Endi estradaga kelganda, estradani o'zini qonunlari bor. Uni qo'shish kerak. Estradani ham darg'alari bor chet elda. Ularni hammasini bilish kerak. Agar yallani hammasini eshittirsangiz, undan u yog'iga keta olmaysiz oldinga. Kengaya olmaysiz. Buni обязательно yo tomonni ham eshitib bilish kerak. Shu savol faqat shu. Biz harakat qilamiz. Hozir ham men bilamanki, biz eshitayotgan qanaqadir guruhlarni yosh bolalarga men aytsam bilmaydi. Hozirgacha. Ular eshitsa qancha shundan o'ziga anaqa topishadi. Har doim bizning ustozlar ham aytadilar-da, o'sha bizdan oldingi o'sha masalan yaratilgan-ku mumtozlarda ham ashulalar. Guluzorim ham yaratilgan, Hoji Abdulaziz Abdurasulov va boshqa mumtoz ashulalarda ham bor demoqchiman-da. Hozir masalan men chaman ijrani aytgan bo'lsam, o'zimni
audio zapsimni masalan mani shogirdim yosh bir talaba qizcha bo'ladigan bo'lsa xato bo'ladi deb uqtirilgan bizga-da. Men o'zim zapsim albatta Halima Nasirovaning zapslarini beraman-da. Xuddi shunday. Yo ustoz, boshqa narsani aytmoqchi edim sizga. Baribir bilish kerak, to'g'ri gapingiz. Boshqa o'sha zamon qizlar orqalaringizdan rosa yurganmi yo? Ya, hozir mana ekranda ko'rib turmanda sochlarini shunaqa chiroyli. Endi men o'ylaymanki, bu savolning o'zida javob o'zi ham bor. Yashang. Ustasi usta-da baribir. Lekin kichkinaligimda pioner lagerga borardim. Yoshim shu 7mi, 8lari, 10mi, mana shunaqa. Meni o'zimni anaqam bor edi. Laqabim bor edi. Botir Zakirov deyishardi meni kichkinaligimda. Botir akam bilan qancha oxirgi mana 7 yil birga yurgan bo'lsa, men shuni eslab yurardim har gal. Javlon aka mini savolda, mini savol. Mini savol. Endi to'g'ri, buni hech kim prognoz qila olmaydi. Qo'shiqni yaratayotganda u zo'r qo'shiq bo'ladi, hit bo'ladi bu albatta demaydi. O'zi bo'lib ketgandan keyin iya deylar. Lekin asosan yallani aksariyat hammasi hit. Yo hit bo'lishiga ishonilmasa aytilmay qo'yadimi yaratilgan qo'shiq, yo hammasi albatta o'sha darajasi tayinlab qanday kashf qilinadi? Mana ko'pchilik hit qo'shiqni qidirib yuradi-da. Eng asosiysi buni har gal men unutmayman. Farq akamga Xudodan bergan talant. Bu birinchisi, bu asosiysi. Nega desangiz, eng asosiy material Farq akam olib keladi. Keyin, конечно, hamma narsaga o'xshab mehnat. Shuni ichida endi qanaqa qilib oddiyroq aytsam ekan, janjal desa bo'ladi, lekin bir-birini go'shini yeb, bir-birini shunday tirib talab keyin mana shunaqa chiqmasa ashula. Atakda yoqmasa, lekin oyog'imizni tirab qo'yib olamiz baribir. Menga yoqmayapti deb. Bo'ldi shunda. Keyin chiqadi. Endi agar kompozitormi, ashulachimi, agar yuragini qo'shsa, chiqmasligi qiyin. Javlon aka katta rahmat. Bitta taklif bor. Xo'p. Hali aytganimdek, Nurbek Mamatov teatr aktyori, bu ajoyib taklidchi. Ko'rganinglar bo'lsa. Bilamiz. Shuning uchun bir san'atidan, ijodidan bahramand bo'lsak. Qarsanglar. Mazza qilinglar. Nurbek marhamat. Yo qarshi bo'lsang ayt. Yo'q, qarshi emasman. Marhamat saqlang. Ustozlarga qarshilik qilib bo'ladi. Marhamat. Gapirgan gapingizga qarang-ku. O'zi dasturimizning nomi yaxshi kayfiyat. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, yaxshi degani Javlon akam, kayfiyat degani mana Nurbek. Rahmat. Sog' bo'ling. Qolganlar nima? O'z apayam. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni ko'rib, bizni tinglab turgan ustozlar, yaqinlar, yurtdoshlarimiz, san'atni, bir ijodni sevadigan do'stlar, ko'rishib turganimizga xursandmiz va ustozlar. Javlon aka ustoz, va juda ham xursandman. Ayni damda bitta ko'rsatuvda Gulzoda xonim yaxshi ko'raman. Ajoyib radio boshlovchisi Solih akam ustozim. Kamoliddin, ustoz oda san'atkor. Ruxsat bersanglar, ozgina taqlid qilib bersam, o'xshagan joyga qarsak chalasizlar, ajoyib ko'rsatuv uchun. O'xshamay qolgan joyga qarsak chalaverlar, ko'ngli shid. Hech kim kayfiyat tushmasin. Hurmatli rejissorlarimizdan iltimos qilamiz, ovoz rejissorlardan ozgina ovoz qarz bersanglar, ko'rsatuvdan keyin qaytarib beramiz. Sozandalar, professional sozandalar Muzaffar Hamidov, muqimiy teatr aktyori mana Murodbek Domashev, nimadirlar qilishga harakat qilamiz. Boshladik. O'zbekiston xalq artisti Afzal Rafiqov ovozlarida boshlaymiz. Shu mikrofonimizga ozgina hol rever qarz berib tursanglar. Yashasang dunyoni to'ldirib yasha. Yashasang dunyoni to'ldirib yasha. G'am u anduhlarin o'ldirib yasha. İnson dunyoga kelar bir marta. İnsonlik nomingni bildirib yasha. Avval
Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Ushbu kayfiyat dasturini muxlislari va ajoyib boshlovchilari. Xormanglar endi. aka bormisiz? Va alaykum assalom. Solijon yaxshimisiz? Rahmat. Kamoliddin. yasharib ketibsiz Musodaxon bu gapni hozir Javlon to'xtayib kim aytgan edingiz? Bilmadim. Afzal aka semirib ham ketibsiz. man Ishtaham yo'q. ketgunimcha hammaga aytib chiqaman bu ketishda Hozir shu gapni hali ham go'zal yigitsiz deb Javlon To'xtayevni ham shunaqa deganingiz. Mayli shunaqangi shirin so'z ham dilni aritar. Kayfiyat dasturini muxlislari albatta bugun juda ham bir chiroyli ko'rsatib bo'ladigan umidaman. Men ko'p gapirmoqchi emasman. O'zi gapda yo'qman. O'zbekiston xalq artisti Erkin aka ham shoshib turibdilar. Ruxsat bersanglar, Erkin aka marhamat keling. Rahmat. Shu joyda doim qarsak bo'lar edi. Shalolak. Yaxshimisiz? Aynan shu qo'lingizni olib qo'yib ko'rsatdi. Foydalanib boshqa payt vaqt bo'lmaydi-da. Assalomu alaykum. Yaxshilarni avaylab asrang. Salom degan so'zni salmog'ini oqlang. O'tganda 100 soat yig'lab turgandan hayotlik chog'ida bir bora yo'qlang. Rahmat sizlarga. Bugun shunaqangi ijodkorlarni shu ko'rsatuvga chorlaganingiz uchun Solijon siz boshchilik mana shu dastur ijodkorlariga rahmat. Shu paytda bir ilhomim kelib ketyapti-da. Gulzodaxon, yaxshimisiz? Haligi gapni menga aytmaysiz? yasharib yuring ilohim yasharib yuring Maryam maqtay ozgina. yasharib yuring deyapman u Sholonjonga aytdim. ezilib ketdim aytavermay Afzal Rafiqovni yoshsiz menchi. Kamoli. Yaxshi gap, yaxshilar. Bitta real otasi bormish yerda. Shu Ana. Erkin Komilov ashula aytganini ko'rganmisiz, Jalol aka? Eshitganmisiz? Ha, eshitganman, конечно. O'zim ham eshitmaganman. Bir marta emas. Bir marta emas. Real ushlab turing. Maylimi Solijon aka? Azizlar, bugun paytdan foydalanib bir kuylagim keldi-da. Ko'kardi chaman, ko'kardi chaman, gulzorim qaniya. Rahmat. Sehi sarvi, bo'ylik nigorim qaniya. Nafas qarang. Jalol aka nafas qarang. Operatorlar jahli chiqyapti. Ishqilib menga bo'lmasin. Nafas qarang, talant bor, klient yo'qda. Eshigingdan tuproq buldum vali. Demadi ul naborim qaniya. Salomat bo'linglar. Shunaqa oshga erta osh bor edi Erkin aka bo'shmisiz hali shunaqa ovozim bo'lardi yoshligimda, hozir bunaqa ayta olmayman. Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov ham kelgan. Fadizni ushlab turing. Menga vaqtincha ruxsat. Xorazm bulbuli O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi, Xorazm bulbuli Lazgi ansambli rahbari Og'abekjon Sobirov. Og'abekjon keling. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Yana shu kayfiyat dasturini mehmonlari Jalol aka, xursandmizdim. Ajoyib. Og'abek. Yilzodaxon, yaxshimisiz? Nimaga? Hamma ustozlar kelib Jalol aka bilan so'rashaveradilar bizga. Og'abek aka, sizni yaxshi ko'ramiz, voy. Rahmat sizga. Voy. Keyin mehmonlar hammasi shu gapni aytyotirsiz, молодец. Hisob. Operatorlarda ham oxirida aytasiz, operatorlar do'stlar. Молодец. Yilzodaxon meni singlim bo'ladi, hazillashamiz endi kayfiyat dasturiyu, to'g'rimi Sol aka? Hadab turing aka. Hazatdik. Qodirjon, yaxshimisiz? Radiolar deysiz. Jonlimi? Nechiksiz? Ha, rahmat, yaxshi. Shamolidan aylanib keting. Keyin ayta olerkansiz, a? Endi ikkilangan chiqqanimizda K harfini aytamiz. Og'abek aka bitta iltimos. Xo'p, mayli. Devona qildi ishqmani 2 qator. Endi devona qildi ishmani siz uchun gap yo'q, lekin aslida qimmat ashula bu. Mana shu Kamoliddin ham zo'r yigit. O'zi bunday bir rassom bir ko'nglini ochsangiz yaxshi yigit. Jahligini chiqarsangiz 2 to'r o'lchovda, 3 to'r o'lchovda chalib qo'yadi, keyin ayta olmasdan o'tiramiz. Ustozoda san'atga rahmat. Shu talablarga binoan men kimga aytay do'stlarim, devona qildi ishmani. Qo'ldan kelgancha rezda ustalar. Merhaba. Men kimga aytay do'stlarim? Rahmat Muzaffarbek, rahmat. Ajoyib mana. Bu ko'rsatuvda jonli aytsa juda ham yaxshi-da, Sol aka. Telegramma aytishda hamma ham turib beradi, mamnun qilib. Jonli aytish yaxshi-da. Insonmiz. Sizga fonogramma aytding deb shama qilyapsizmi? Sizga bu kechasi qilmaydi, kechasi. Men kimga aytay do'stlarim? Divona qildi ishq meni. Setfara qildi yuragim. Divona qildi ishq meni. Divona qildi ishq meni. Setfara qildi yuragim. Divona qildi ishq meni. Yashay. Türkiye'lerde eylesin, her dem seni yad eylesin. Türkiye'lerde eylesin, her dem seni yad eylesin. İşkıda feryat eylesin. Divana qildi ishq meni. Divana qildi ishq meni. Sarsona soldi ishq meni. Og'abek rahmat. Erkin Komilov opera etganini ko'rganmiz. Mikrofon ozgina ko'tarib beringlar, operatorlar. To'ylarda tekinga xizmat qilib beramiz. Ozgina ovoz qarz. Sol notasini Murodjon. Zo'r sozandalar O'zbekistonda. Shu reklama emas bu. Zafarjon Murodjon. 2 qator. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca, parmigiano fresca. Che bella cosa una giornata sole. Tu sole chiudi l'aile
Theater ist ein Floh. italyan zabt qilib mayli. Nurbek, shu joyga bitta savol esimga tushib qoldi. Rahmat. Hammamizga ma'lum, Muqimiy teatri musiqali drama teatr. Albatta. U yerda ansambl bor, orkestr bor. Musiqachilar bor, sozandalar bor va sozandalar o'tiradigan maxsus o'sha sahnani oldida chuqur joy bor. To'g'ri. To'g'rimi? Ana sozandalarimiz ham biladi, hamma biladi. O'sha joyda ichida shunaqa yozuv bor ekan, mabodo o'sha teatrga kimdir yosh bolasi bilan kelsa, bolalar endi o'ynab chalg'ib o'sha chuqurchaga tushib ketib qolsa, o'sha bolani majburan musiqa maktabiga o'qishga jo'natishar ekan. Shunaqa yozuv bormi ichida? Bor. Tushib ketgan yosh bolalar hozir ham professional muzikantga aylandi. Rostdan ham shunaqa bo'lgan. To'g'ri aytyapsiz Muzaffar aka. Va shu joyda alohida eslatma, hurmatli teletomoshabinlar. Agar eson-omon chiqsa deng-da. Agar teatrga tomoshaga borsanglar, teatrga iltimos qilamiz. Hamma bu tomoshalarni qo'yadigan dargohlarda, ya'ni kechki tomoshalarda 16 yoshdan kichik bo'lgan tomoshabinlar aslida qo'yilmaydi qoidasi bo'yicha. Chunki kechki tomoshalar kech tugaydi. U paytda u bolajonlarimiz uxlash kerak, dam olish kerak. Agar yig'laydigan yo bir sho'xroq, bir yugurdakroq bir kichkina farzandingiz bo'lsa, iltimos Yamaga tashlab uni qo'shnigami kimgadir berib ketinglar. U yerda san'atkorlarga ham va albatta boshqa tomoshabinlarga ham xalaqit qiladi. Hozir esa teleekrandamiz, hech kimga hech narsaga xalaqit qilmaydi. Ovozini baland qilib qo'ying, hamma eshitsin, hamma yig'ilsin, nima bo'layotgan ekan deb. Bo'ldi. To'g'rimi Sol aka? Sol aka Kamol juda ham to'g'ri aytdi, chiroyli gapiryapti. Yiqilgan kurashga to'ymaydi degan maqol bor xalqda. Endi ustoz o'tiribdilar, Gulzodaxon kechirasiz, Abduqodir siz har kuni efirdasiz. Odamni bir chiqib oldim shu tepalikka, endi tushmayman deydi-ku. 2 dona taqlatim qoldi. Sol akam yaxshi ko'radilar operatorlar. Sizlar ham yaxshi insonsizlar, yaxshilab olinglar. Iltimos. Bugun kayfiyat dasturida Vohid Qodirovni yaxshi ko'radilar. Boyota O'zbekiston xalq artisti Vohid Qodirov ovozlarida ozgina. Shumbola filmidan. Boyota kechiring, o'zi bir yetimcha ekan, haqqini bering, ketsin deganlarida gapirgan gaplari bor. Yaramas. Qutlagan, chirigan olmadan adabini berib bir qop yuraveringlar. Padaringga la'nat, itdan tarqagan shum qadam yo'qol degan gaplar bor. Ustozlarimiz bitta shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan marhum san'atkor joylari jannatda bo'lsin ustozlarimiz bor. Fathulla Mas'udov. Murodjon ozgina hindcha narsa ushlab turing. Operatorlar ozgina ovoz qarz beringlar. Keyin chiqib ketaman deydi-yu. Reveran berasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli kayfiyat dasturini kayfiyati baland muxlislari xormanglar. Hurmatli Jalol aka. Qalaysiz? Gulzoda. Sening uchun kelmasmidim yor. Sening uchun o'lmasmidim yor. Fathulla aka, yosharib ketibsiz. Rahmat. Bugun Gulzoda xonim hamma erkaklarni o'ramoqchi shekilli. Men shoir emasman, ammo nima qilay? Muhabbat qo'limga tutqazdi qalam. Men shoir emasman, she'rlar yozgali. Shayton ham emasman, aqldan ozgali. Rahmat, kayfiyat dasturining ijodkorlari alohida rahmat. Shohruxxonga ovoz berganlar, Fathulla Maqsudov. Devdas. Shundan bitta. Gulzoda. Ha. Otam qishloqni tark et dedi. Onam uyni tark et dedi. Voh-ey. Rahmat, musiqani qarang. Paro esa mayni tark et dedi. Do'stlar esa Paroni tark et dedi. Xudoyim ham bir kun kelib bu dunyoni tark et deydi. Kimga kerak bunaqa yashash Paro? Yarchi dilda ming g'uludodar. Muhabbat men bilmagan bodar. Kel shu bog'da birga yuraylik, ishqdan toli qasrin quraylik.
sen gul eding, sen gul eding, men bir bol ara. Tushdir endi bularning bari. Kelgin jonim, meni kutmagil. Kutma, kutma, lekin unutmagil Gulzoda. Rahmat. Kutaman. Kayfiyatinglarni a'lo darajada o'zim solganiga rahmat, ustozlar rahmat. rahmat Rahmat rahmat. Nurbek. Ozgina Yashsha do'st, yashshavor. Rahmat. Yashshavor. Gulzoda Gulzoda juda go'zal mantiqli. Gulzoda hammani yoqtirib bo'lgan bo'lsangiz bitta ashula aytib beringmish. aytib ber. Ha, sizga yasharib ketdi, siz demagamga alam qilyaptimi? Yo'q. Hozir boraman yoningizga kofe Yo'q, mana shu ichgani. o'tirgan hammadan ko'ra men bilan eng yaqinisiz. Shuning uchun hech narsa alam qilmaydi. O'zingizga ko'p aytganman-da, o'shaning uchun Ha, har doim bitta narsani aytmoqchiman. Gulzoda Xudoy Nazarovani Nihol davlat mukofoti sovrindori deysa, hozir menga juda sababchiman dema. Yo'q, juda erishmaydi. Chunki Gulzoda nafaqat O'zbekistonimizda, asosan o'sha chet el sahnalarida katta dovruq qozongan, hurmat qozongan san'atkorlarimizdan. O'zbek san'atini o'sha yerga olib chiqadigan san'atkor, ya'ni san'atimizni yuzlaridan. Butun xona. Shunday ekan, endi kayfiyat deb yotibmiz, yaxshi kayfiyat. Bitta Agar sho'xidan bo'lsin, voy baravar. Bunaqa unison hech kimda chiqmasdi. Sho'xidan? sho'xidan bo'lsin. Sho'xidan. Hay joni man, janoni man, hay joni man, janoni man, hay dilbari ranoi man, hay dilbari ranoi man, lali labat halwoi man, lali labat halwoi man, azman charo ranjidai, azman kuno chididai. Ranjidaye, azman charo ranjidaye, azman kuno chididaye. Dilbari yagonaye man, ofati zamonaye man, ya maro dilbar bahonaye, ya bahonaye man. Dilbari yagonaye man, ofati zamonaye man, ya maro dilbar bahonaye, ya bahonaye man.
gulxanlar yoqib ketding. Tillolarga, hiylolarga o'zingni sotib ketding. Tanda madorim, ahdu qarorim, armonga otib ketding. Oq baxtilar o'zga yurdilar, xandalar otib ketding. Bahorim eding, anhorim eding, suvdayin oqib ketding. Buncha bag'ri tosh, chiqding qahridosh, o'zgaga boqib ketding. Tanda madorim, ahdu qarorim, armonga otib ketding. Oq baxtilar o'zga yurdilar, xandalar otib ketding. Bahorim eding, anhorim eding, suvdayin oqib ketding. Buncha bag'ri tosh, chiqding qahridosh, o'zgaga boqib ketding. Bravo, 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 bravo. Yashang. Endi maestrodan so'raymiz. Javlon aka qalay qo'shiq, qalay bo'pti? voy maza qildik. Yaxshi qo'shiq bo'pti. Maza qildi u. Gulzoda yangimi deymanda? Yap yangi, lekin O'zingiz ham birinchi marta eshitdingiz shekilli. Eshitishimcha shunaqa maza qilib o'ynadingiz. Yangi qo'shiqqa odam maza qiladi-da, lekin quvnoq zo'r narsa ha, chiqibdi. albatta. Bu qo'shiqni menga Otabek Muhammad Zohid sovg'a qilganlar, endi Yo'q, bir necha yil olsun. oldin. O'zi Gulsanamga sovg'a qilardi nuqul. Siz ham Yo'q. singillarmisiz? Men ham singillariman. Otabekni biz yaxshi taniymiz, bag'ri keng yigit, o'sha nima deydi, ko'ngli ketsa shu kimni ijrosida shu qo'shiq yaxshi chiqishimizni o'zi chaqirib ham bergan joylarni eshitganmiz. Qarsaklar bo'lsa Otabek Muhammad Zohid. Endi hozir menimcha bizning maqsadimiz chiqdi. Sozandalarga alohida rahmat aytaman. Sidqi dildan yaxshi ijro etib berishdi. Javlon akam ustozga alohida respekt. Rahmat. Ha. Bugun mana chiroyli tarzda efirda maza qildik desak to'g'ri bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, mana Javlon To'xtayev aytdilar, xalqqa yoqsa, o'sha sodda narsa ham yoqadi. Shuning uchun bugun biz imkon qadar oddiy, oson va siz uchun yengil bo'lishiga harakat qildik. Hamma ishtirok etganlarga minnatdorlik bildirishdan oldin Qodirjonga aytmoqchiman. Qodirjon, xayrlashadigan payt keldi. Bir radiocha qilib boshlab bering. Bir boshlab bering radiocha qilib. Boshlamaymiz, tugatib berishimiz mumkin. Kayfiyat dasturiga hamrohlik qilgan hammaga biz yil davomida, kunlar, oylar davomida, soatlar, o'sha millar davomida har doim yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. O'ylaymanki, ozgina bo'lsa-da kayfiyatingizga bir yaxshi ma'noda ta'sir ko'rsata oldik va o'ylaymanki, bu ham sizga yoqadi. Yana bir bor kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Qodirbek, rahmat. Avvalambor men xursandmanki ushbu ko'rsatuv dasturiga taklif qilganinglar uchun va qolaversa shunaqangi san'atkor, ustoz san'atkorlar davrasida birgalikda shu dasturni bir chiroyli kayfiyatda qanaqadir aqlimiz, salohiyatimiz yetgunga qadar xalqimizga, eshituvchilarimizga yetkazib bera olsak, biz ham shu yurt, shu zaminda, shu sohada borligimizga faxrlanamiz. Rahmat demoqchiman hammaga. Har bir xonadonga yaxshi kayfiyat ulashuvchi zo'r va umri uzoq ko'rsatuvlardan bo'lsin bu yaxshi kayfiyat ko'rsatuvi. Yurtimiz tinch bo'lsin, quyoshli bo'lsin. Har doim har bir xonadonga sog'lik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. To'ylar, bayramlardan boshimiz chiqmasin. Sog' bo'linglar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Ingushetiya xalq artisti, Yalla ansambli vakili Javlon To'xtayev. Javlon aka, Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishib turaylik. Hammaga yana bir bor
ishtirokchilar, boshlovchilar, ijodkorlar, sahna ortidagi zahmatkashlarga sog' bo'ling Nurbek. Yana bir bor. Haqqi rost. Katta rahmatlar aytgan holda siz azizlar bilan xayrlashmaymiz. Yanagi dastur orqali ko'rishguncha deymiz. Kayfiyatingizni mana shu notada kelasi dasturgacha ushlab turing deymiz. Sog' salomat bo'lishdan boshqa ilojingiz yo'q. Demak, biz siz bilan sog' salomatlikda ko'rishishni tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.